Nozicka. Yaxshimisiz? Endi qotirmang. Qanaqasiz tuzimsiz? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Rahmat, qarang Shahnozikam. Menga asallaridan takkoy, ochiq sochularidan qilib bering. Yaxshiyam bor, siz qanday sizdan shunaqa pinvalar sotgandan keyin bolalab tashamoqman. Menga takkoy zo'rlarda 3-4 taqlik terib bering. Biling. Nima qilasiz? Siz raddom dedingiz-ku, ahvolingizni qarang. Hech tug'ish qoch ketmaydi asalim. Boya akamgilar bayram birga o'tkazamiz deganlar shunga. Buning zo'rlardan talab endi yaxshi qilib turibdi. Ta'mindan beraymi? Puli yaxshi beradi-da, bo'lmasa vaqti narsa bermasdim bunga. Mana men bulardan ko'ring. Mana bunisidan beraymi? Mana bunisidan beraymi? Mana bunaqalardan beraymi? Asalligini. Mana bunaqalardan beraymi? Voy, asalim, yo'qman, o'rganib olgansizlar. Nima yo'q, shunda aytib buning hisob bering tezroq. Pulidan hech ham xavotir olmang asalim. Mana takkoylarni olib oldim. Mayli, rahmat. Yaxshi kunlarga kiying. Rahmat, bayramlar yaxshi o'tsin. Davaychi. Bunga sabr qilganimga hayron qolaman. Boru ahvoli bir ahvolda erta-indin tug'aman degan xotin. Bayramni birga o'tkazarmish. Erim poylab tursa bo'lmasmikin ozgina? Hali men ketmovdim asalim. Ishingizda gapiringiz men eshitaman o'zim haqimdagi gaplarni. Shahnozichkam bitta gapi esingizdan chiqarmang. Er chaqirganda uni kuttirish yaxshi emas. Bu gap sizga taalluqli emas. Umingiz bozorda o'tib ketyapti, endi kutib olib ketsalar kerak. Voy, jirtang'i nima deyapsan? Qayt orqangga. Voy, har doim kelganda mana shunaqa asabimni buzib ketadi bu. Shunga sabr qilganimga hayron qolaman.